To'xtang, siz kam yeyapsiz, shirinliklarni deyarli tashlagansiz, harakat ham qilyapsiz, lekin tarozidagi raqamlar o'zgarmayapti. Eng yomoni, ba'zan oddiy ovqat yeganingizdan yoki hattoki suv ichganingizdan keyin ham o'zingizni shishib, og'irlashgandek his qilasiz va ich-ichingizdan bitta savol qiynashi tabiiy hol. Nega boshqalar yeb ham ozadi-yu, menda o'zgarmaydi? Muammo mendami? Yo'q, muammo sizda emas. Muammo sizga yillar davomida noto'g'ri tushuntirilgan ozish tizimida. Vazn yo'qotish shunchaki kam yeyish va ko'p yugurish degani emas. Bu metabolizm, gormonal muvozanat va energiya almashuvining o'ta murakkab tizimidir. Tasavvur qiling, agar siz keskin dieta qilsangiz yoki o'zingizni uzoq och qoldirsangiz, tana buni xavf va ocharchilik sifatida qabul qiladi. Natijada nima bo'ladi? Metabolizm sekinlashadi, organizm energiyani sarflash o'rniga uni tejashni boshlaydi, yog' parchalanishi deyarli to'xtaydi. Va eng muhimi, tana yegan har bir kichik luqmangizni zaxira yig'ish rejimiga o'tkazadi. Shuning uchun ko'pchilikda bir xil holat kuzatiladi. Katta qiyinchilik bilan tashlangan vazn juda tez va ortig'i bilan qaytadi. Chunki siz tanangizni tabiiy ritmga qarshi borgansiz. Bozorda ozdiruvchi vositalar juda ko'p, lekin ularning aksariyati qanday ishlaydi? Ular yo vaqtinchalik suyuqlikni haydaydi yoki ichni bo'shatadi. Natijada siz tarozida yaxshi o'zgarish ko'rasiz va xursand bo'lasiz, lekin bu yo'qolgan yog' emas. Bu tanangizdagi kerakli suv va minerallar. Ularni ichishni to'xtatishingiz bilan vazn yana joyiga qaytadi. Haqiqiy barqaror ozish esa umuman boshqacha ishlaydi. U organizmni qiynamaydi, aksincha uning tormozlangan ichki jarayonlarini qo'llab-quvvatlaydi. Slim kapsulasi aynan shu yondashuv asosida ishlab chiqilgan. Bu hech qanday sehrli dori emas. Bu organizmning o'zini o'zi tiklashiga yordam beruvchi tabiiy va kompleks qo'llab-quvvatlash tizimidir. Keling, uning tarkibi organizmda qanday ishlashini sodda qilib tushuntiramiz. Birinchidan, chiya va zig'ir urug'i ekstraktlari. Bu urug'lar tabiiy kletchatkaga juda boy. Ular oshqozonda yumshoq hajm hosil qilib, to'qlik hissini uzaytiradi. Natijada siz tunda muzlatkichga yugurmaysiz. Ortiqcha ovqatlanish va asossiz ochlik tabiiy ravishda kamayadi. Ikkinchidan, lotus ekstrakti. Lotus organizmdagi suyuqlik muvozanatini qo'llab-quvvatlaydi. U tanada yig'ilib qolgan ortiqcha suvni chiqarib, shishlarni kamaytirishga va sizga umumiy yengillik hissini berishga yordam beradi. Uchinchidan, amarant ekstrakti. Amarant qimmatli oqsil va aminokislotalarga boy. Vazn kamayishi jarayonida u mushaklarni qo'llab-quvvatlab, terining osilib qolmasligiga va tananing tarang shaklini saqlashga yordam beradi. To'rtinchidan, zafaron ekstrakti. Ko'pincha biz asabiylashganda ko'p yeymiz. Zafaron asab tizimiga yumshoq ta'sir qilib, stressni pasaytiradi. Bu esa emotsional ishtahani kamaytirishga va shirinlikka bo'lgan xohishni xotirjam nazorat qilishga yordam beradi. To'g'ri va muntazam qabul qilinganda o'zgarishlar birdaniga emas, odatda bosqichma-bosqich seziladi. Birinchi haftalarda tanada ajib yangilik hissi paydo bo'ladi. Yuz va oyoqlarning shishlari kamayadi. Ertalab o'zingiz barmog'ingizdan bo'shab qolganini sezasiz. Ishtahangiz me'yorlashadi. Keyinchalik esa kiyimlar bo'shashishni boshlaydi. Qorindagi og'irlik ketadi. Umumiy energiya va kayfiyat yaxshilanadi va eng muhimi, vazn keskin stress bilan emas, balki barqaror va sog'lom tarzda kamaya boshlaydi. Lekin bitta muhim jihatni unutmaylik. Slim divanda yotgan joyingizda hamma ishni o'zi qilib beradigan mahsulot emas. Eng yaxshi va barqaror natija me'yoriy ovqatlanish va oddiy jismoniy faollik. Masalan, kuniga atiga 30 daqiqalik sayr bilan birga bo'ladi. Slim esa sizga shu yo'lda shunchaki yetishmayotgan turtkini va yordamni beradi. Tanangiz bilan kurashmang, uni qiynamang, uni tushuning va to'g'ri qo'llab-quvvatlang. Agar siz ham og'irliklardan qutulib, o'zingizni yengil his qilishni boshlamoqchi bo'lsangiz, mutaxassislardan bepul maslahat olish uchun ekrandagi raqamlar orqali bog'laning. Siz o'zingizni yaxshi ko'rishga, sog'lom va yengil hayot kechirishga loyiqsiz.